How does your country? Sizning mamlakatingiz parlament diplomatiyasini rivojlantirishda parlamentlararo ittifoq roliga qanday qaraydi? Mening parlamentimda dunyoning turli qismlari bilan turli darajalarda muloqot qilish juda muhim. Bizning iqtisodiy hamkorlikdan tortib siyosiy korporatsiyalargacha bo'lgan ko'plab aloqalarimiz bor. Men muxolifat partiyasi a'zosiman, ammo ham muxolifat, ham hukmron blok sifatida dunyo bir-biri bilan aloqani yo'qotayotgan bir paytda parlamentlararo ittifoqini muhim deb hisoblayman. Shuning uchun biz parlamentlararo ittifoqi kabi tashkilotlarni saqlab qolish juda muhim deb hisoblaymiz. Okay, thank you. Rahmat. Sizning delegatsiyangiz bu yerda qanday parlamentlararo hamkorlikni o'rnatish yoki rivojlantirishni ko'zlamoqda? Menimcha, biz parlamentlararo ittifoqining bir nechta qo'mitalari bilan hamkorlikni qilyapmiz. Ulardan biri Yaqin Sharq bo'yicha qo'mita. Shuningdek, parlamentariylarning inson huquqlari masalasi bo'yicha qo'mitasi ham bor. Biz demokratiya va inson huquqlari qo'mitasiga juda katta ahamiyat beryapmiz.